Okalar, ishonaveringlar, hech qayerda ko'rmagan narxlarda, eng full komplektatsiyada BMW X7 ni ko'rsataman. Faiz Avtomotorsga obunaveringlar, like, kommentariy sizlardan. Eng full lazerli faradan boshlanyapti. Faralarimiz lazerli fara. 22 dyumli diskalar. Bakovoylarni ham ko'rishingiz mumkin. Jigarang elementlari bor. Full komplektatsiyada bo'ladi bu. Orqa balonlari qayiladi. Pnevmatik podveskasi bor. Full komplektatsiya 19-yil mashina. BMW X7 40i X-Drive, okalar. Eng full deganimiz sababi salonni ham ko'rishingiz mumkin. 4 teshikli beskulchoy do'st bor. Kapitan sidena, orqa monitorlar, Abduf, Abagrev, orqada klimat kontrol. Hamma navorati bor. Panoramali skajlar bor. Tayyor mashina. Kech payt yonadi svetlari, skajlantlari. 4 teshikli davochiklari bor. Slipoy zona 360 kamerasi bor. Harman Kardon akustika, massaj sidenalari, Abduf Abagrevlar oldlarida ham bor. Head-up tablolari bor. Tayyor mashina olib haydaysizlar. Mashinamiz 89 ming kilometr yurgan. Juda ham zo'r holatda haydalgan. Kapotimiz tagida 3 litrli twin turbo motor yotibdi. Okalar, mashinamiz narxi keladigan bo'lsa, Faiz Avtomotors mashinamizning narxi $77.900. Obuna bo'lishni unutmang, zo'r mashinalarni o'tkazib olmang.